Hürmetlik vatandaşlarım, leksiyalarımızı devamlaştırırız. Endeki mavzu. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda askar ko'paytdi. Chunki Pokiston iqtisod koridorida elishadigan bo'lsa, chunki qarab turamiz. Mavzuda xabar 8-yangi 22-kun Valvitor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. O'rta Osiyo, Janubiy Osiyoda strategik zo'r elishish. Qo'shimcha mavzu. O'rta Osiyo, Janubiy Osiyoda strategik zo'r elishish. Chavshan yerim orolning vaziyati jiddiy o'rlayotgan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Tramp tuyuqsiz 4000 kishilik harbiy qo'shin avatadigan bo'ldi Afg'onistonga. Demak, Amerika Afg'onistonda chekinmaydigan bo'ldi. O'rta Osiyo va Janubiy Osiyoning geopolitik siyosatida nozik o'zgarish barliq keldi. Demak, Amerika, takrorlayman hurmatli vatandoshim, demak, Amerika Afg'onistondan chekinmaydigan bo'ldi. O'rta Osiyo va Janubiy Osiyoning geopolitik siyosatida nozik o'zgarish barliq keldi. Tarixda Burayning bexatarlik va yetakchilik huquqini talashish dal mush yerdan boshlangan edi. Beijing balki Prezident Trump hukumati kabinetining Burayni planlashida eng muhim raqobatchi bo'lib qolishi mumkin. Beijing, takrorlayman, balki Prezident Trump hukumati kabinetining Burayni planlashida eng muhim raqobatchi bo'lib qolishi mumkin. Chunki Pokiston iqtisod koridori balki bu elishning nishoniga aylanishi mumkin. Afg'oniston imperiya zaratgohligi deb ataladi. Ayni chog'da dengiz okean davlati deb atalgan Angliya, quruqlik imperiyasi deb ataladigan Chorvosiya, eningdan keyingi Lenin va Stalin Rossiyasi ikki darajadan tashqari davlat bu yerda ko'p ziyon tortgan edi. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonni tizginlaydigan bo'lsa, shimol tarafdan O'rta Osiyoga ta'sir ko'rsatadi. G'arb tarafdan Ironni cheklaydi. Sharq tarafda Pokiston va Junguga besim paydo qiladi. Diqqat hurmatli vatandoshim, takrorlayman. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonni tizginlaydigan bo'lsa, shimol tarafdan O'rta Osiyoga ta'sir ko'rsatadi. G'arb tarafda Ironni cheklaydi. Sharq tarafda Pokiston va Junguga besim paydo qiladi. Ya'ni kelib Amerika Hindiston bilan birlashadigan bo'lsa, Paris qo'ltig'ining neft tabiiy gaz yo'li Amerikaning yanchig'iga tushadi. Xabar yozuvchi da'vati juma gapni hurmatli vatandoshim. Takrorlayman. Ya'ni kelib Amerika Hindiston bilan birlashadigan bo'lsa, Paris qo'ltig'ining neft tabiiy gaz yo'li Amerikaning yanchig'iga tushadi. Afg'oniston ichki quruqlik davlati bo'lganlikdan Amerikaning aeroplanlari Pokistondan o'tib Afg'onistonga kirdi. Pokiston Jungo iqtisod koridorida aeroplanning qanoti ostida qoldi. Bu rayon islom diniy muridlarining uvasidir. Amerika zo'ravonlar qarishtiruv siyosatini ishlatib, bu yerda bir chalmada ikki paxtak soqolaydi. Amerika Hindiston ittifoqlashib Beijingga tahdid paydo qildi. Kichik mavzu. Jungo iqtisodining taraqqiyoti agishib, Ipak yo'li iqtisod balbig'i degan gap o'ttirib qo'yildi. Jungoning g'arbiy qismi O'rta Osiyo bilan tutishib ketgan Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston qatorliq davlatlar Afg'oniston ichki vaziyatining ta'siriga uchrab turdi.
Bu devlette del degedek Cungo'nun nipet bir xatarlik stratejisini yol koyuş cihette halkılık belvak hesaplanır. Cungo üçün aytqanda asli bir ayındık üç nişan ayrım aldı. Şinjan'ın yani müstemlik Uyguristan'ın bir xatarligini kapalaki igi qilib, tabii baylıkla ve meblağ seliş, iqtisodiyatı özüre almashtirish bilan Amerika bilan Hindistan'ın burayındaki tasiri kuchini kim aytaylaydi? Deydi haber yazdı. Bugün Prezident Trump Afganistan'da bir yol ötüşünü belgiledi. Bu arkalık Cungo'nun rehberi Xi Jinping'nin burayını texemi köp baylık ajretişiga, hoşyar buluşiga, burayından hoşyar buluşiga. Cungo Pakistan iqtisad koridoru 4 milyard 600 milyon dollarlık meblağ seliş nişanıga yetişke Türkiye buluşu mümkün. Demek Prezident Trump'ın stratejik siyasi Cungo'nu burayında aldırtıp koyuşu mümkün de vatıda gepten manisi ma vatandaşım. Menfaat qoqdaş üçün İran Cungo'ga yıkılışıdır. Bu Xitay yazıvatgan haberci mi? Hindistan üçün aytqanda Cungo Pakistan iqtisad koridoru kök yantak bulup bir aram qılatdı. Bu nokta hem ve Vezir Modi hükümetinin Hindistan bilen Beijing hükümetinin arayındaki toqonishini keltirip chiqarishning sababidir. Vezir Modi hükümeti iqtisad koridorunun Kashmirdan o'tida qolliqini bahona qilib, askar ishiltib tortib olishdan bishorat berib, Belojiston mustaqilchilarini qo'llab, iqtisod koridori qurilishiga va faoliyatlariga yoshirin qarshilik qilayotganlikning sababidir. Cungo Pakistan iqtisod koridoriga zarb berish jihatda yangi Dehli bilan Washingtonning manfaati yuksak darajada qatnashib keladi. Birleşip ketadi, birleşip ketadi, yemleşip ketadi deganga. Mendayda Cungo Pakistan iqtisod koridoriga zarb berish jihatda yangi Dehli bilan Washingtonning manfaati yuksak darajada qatnashib keladi. Ondan başqa Hindistan, Afganistan bilan aloqador taraflarning zich munosabatini o'rnatib, Cungo bilan Pokistonga, jumladan Pokistonga strategik, geopolitik besim paydo qilishga urinib kelgan. Yana bir sal qarashqa bo'lmaydigan rayon İran bu qatimqi cho'ng davlatlar elishida muhim rol o'ynaydi. Agar Beijing Tehron bilan hamkorlashadigan bo'lsa, ikki taraf nefret oqqo'zish turibusini o'rnatib, Pokiston orqali Afg'onistonga o'tishidir. Davomini anglaysiz.